Issiqlik nasosini xarajatlari, plus minus tomonlari hammasi haqida bugun batafsil gaplashamiz. Xotirjam joylashib olinglar. Assalomu alaykum. Ushbu ko'rib turgan 220 kvadratli xonadonimizni isitish, sovutish hamda issiq suv bilan ta'minlash uchun 24 kilovatli issiqlik nasosi o'rnatib berganmiz. Issiqlik nasosi o'zi nima? Sizlarga hozir sodda qilib tushuntirib beraman. 1 kilovat elektr iste'mol qilib 3, 4, 5 kilovatgacha issiqlik energiyasi beradigan zamonaviy isitish kotyoli. Bu yerda qilingan ishlarni ko'rib chiqamiz hozir. Issiqlik nasosi birinchi o'rnatganimizda ishlash uchun unga birinchi kerak bo'ladigan narsa issiqlik nasosining birinchi buferni yo'mkisi. Suvni isitib, buferni yo'mkisiga tashlab beradi. Bunda bu zaxira vazifasini bajarib beradi. Buferni yo'mkisiz o'rnatilgan issiqlik nasosi bu effekt past, juda ham bir samarasiz bo'lishi mumkin. Ko'rsatishimiz mumkin. Bu yerda podacha qismimizga separator qo'yilgan, sistemamizdagi havolarni chiqarib yuborishga. Obratga qismimizga bo'lsa magnitli dislomator qo'yilgan, sistemadagi qaytishda kuzatilish mumkin bo'lgan musorlar, boshqa narsalarni yig'ib olish uchun. Butun sistemamizda bittagina nasos bilan, chistotik nasos bilan ishlab beryapti. Buning uchun bizga balansirovочный ekranlarimiz kerak bo'ladi. Teplo nasosda qo'yila turganda 3 tasi birda imkoniyatdan foydalanish uchun qo'shimcha bitta kosfinniy boiler kerak bo'ladi. Ekoklimatdan kosfinniy boiler kerak bo'ladi. Bu kosfinniy boilerimiz vazifasi issiq suv bilan ta'minlab beradi. Qishki kunida teplo nasos ishlayotgan jarayonida tekinga uyga issiq suv olishimiz mumkin. Bu xonadonimizda to'liq topli pol tizimlari ham qilingan. Topli polni faqat bu yerda isitish uchun qilib berdik. Faqat bu yerda emas, har doim hamma joyda biz tavsiya qilamiz, faqat isitish uchun ishlatishdi. Sovutishga ishlatiladigan bo'lsa, har xil oyoq kasalliklariga olib kelishi mumkin. Bu buferni yo'mkisimizda yana bitta afzallik tomonlari bor. Bunda issiq suv zaxira bo'lib turgani uchun teplo nasosimiz ko'proq o'chib dam oladi. Qancha ko'p dam olgan sari elektr iste'moli kam bo'ladi. Elektr iste'moldan tashqari umri uzoq bo'ladi. Issiqlik nasosini o'rnatishimizda eng ahamiyatli beradigan narsamiz, agar 3 fazali bo'lsa, uchala fazasiga bittadan stabilizator qo'yishimiz kerak. Agar bir fazali bo'lsa, bittasining o'zi yetarli bo'ladi. Ko'rib turganimizda mana 240 voltgacha kelayotgan narsani stabil 220 qilib berib turibdi. Bu xonadonimizda hamma xonalarni biz to'liq topli pol qilib berganmiz. Sovutish uchun yozda kunida hamda qishda anomal sovuqlarda, qishki kunlarda isitib berish uchun fan coil sistemalar qilingan. Bu xonalarimizda ham xuddi boshqa xonalarimiz singari topli pol qilingan. Biz topli polni faqat isitishga tavsiya qilamiz. Yana takrorlayapman, isitishga tavsiya qilamiz. Sovutish uchun bo'lsa fan coillar tavsiya qilinadi. Bu yerda sovutishda foydalanadigan bo'lsa, oyoq kasalliklariga olib kelishi mumkin. Obunachilarimizdan ko'p savol kelib qoladi. An'anaviy radiator batareyalarga ham ulasa bo'ladimi? Bo'ladi. Misol ko'rib turgan bu xonadonlarimizda, bu xonalarimizga fan coil sistema qilingan. Bu eski binolarimizda bo'lsa, topli pol hamda eski radiator batareyalarimiz bo'lgan. Xuddi shularga biz hozirgi paytda teplo nasosni ulab beryapmiz. Agar faqat sizda radiator batareyani o'zi bo'lsa yoki topli pol bo'lmasa, fan coil sistema bo'lmasa, biz sizlarga R290 75 gradusgacha isitadigan issiqlik nasosi tavsiya qilamiz. Bu issiqlik nasosi gazdan ham arzon tushadimi? Yo'q, tushmaydi hech qachon. Gaz tabiiy boylik, hech qachon gazdan arzon tushmagan. An'anaviy ko'mir kotyollarimizdan ko'ra afzallik tomonlari ko'p. Sanab berishimiz mumkin. Misol, hech qanaqa ob-havoga zarar keltirmaydi. Ishdan charchab kelganingizdan keyin o'tin, ko'mirni yoq, tutashtir, bunaqa xarajatlarni qilmaysiz. Masofadan boshqarish imkoniyati bor. Misol, uyingizga kelyapsizda, yozda issiq kunida uyingizda albatta Wi-Fi bo'lishi kerak. Kelishdan oldin bitta yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, uyingiz salqin bo'lib turadi. Agar qishki kunida bo'ladigan bo'lsa, yoqib qo'ysangiz, uyingiz issiq bo'lib turadi. Issiqlik nasosining sovutish tizimi konditsionerga o'xshab zarar bermaydi. Xonangizda mo'tadil salqin havo bilan ta'minlab beradi. Sizlarni qiziqtirgan savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar. Biz batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Sizlarga ham ekoklimatdan issiqlik nasoslar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilinglar.